Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikimizda obunachilar bilan turnir videosini ikkinchi qismini olamiz. Bu videorolikda mana 10 ta obunachimni yig'ib oldim. Xo'sh, birinchi kartamiz mana shu karta. Qoidalarni aytib o'tadigan bo'lsam, любой brawler mumkin, Mikodan tashqari. Obunachilarim xohlagan brawlerni olsa bo'ladi. Men esa Ems brawlerini oldim. Passivka hamma narsa cho'tki deb o'ylayman. Sizlar esa videorolikka like bosib, kanalga obuna bo'lib turishni unutmanglar. Xo'sh, 6 partiya o'ynaymiz. 6 partiya ichida eng ko'p o'sha yutgan obunachimga Telegram orqali yozsalar, pullarini tashab beraman. Bo'lmasa go. Xo'sh, bo'lmasa birinchi partiyani ham boshlaymiz. Ems brawleri bu kartaga tushadimi yo'qmi bilmadim, ammo Ems hozir Buffy bilan ancha kuchlilashgan. Mamni qaranglar, prosta shilib yoradi jonni. Xo'sh, gadjetni nima qilishini unchalik bilmayman. Ems juda ham kuchayib ketgan. Voy. Voy. Frank prosta o'ldirardi. Frank ham juda ham kuchli-da. Cho'q to'rt oldirmadir qilib keyin o'ldirardi. Endi nima ham deymiz, birinchi partiyada omadsizlik bo'lib turadi. Xo'sh, kiramiz, kuzatamiz. Endi esa kuzatamiz. Bu yerda Frank bor. Levi 34 Frank ataka qochdi. Tak, bu yerda Warren. Xo'sh, bu yerda Stu. Frank ham bu yerda Navi ult bilan Frank olib qoldi o'lishiga. Juda ham mos qolgandi Frank o'lishiga. No, mayli. Xo'sh. Xo'sh, bu yerda ataka botdi. Bu yerda Frank bilan Volt o'rtasida Volt bekor sakradi deb o'ylayman. Frank o'ldirardi, Volt bekor sakradi. Xo'sh, Frank ult ishlatsa kerak. Yo'q. Ham yo'qmi? 6 kishi qoldi, qolganlar qana? Men bu yerda 3 kishi krisali qoldi. Yaxshi, birinchi o'q tegdi. Xo'sh, Stu umuman chiqmasligi kerak, jimgina o'tirish kerak. Frank men bu yerga kelib bitta yeb, Frank o'ldirardi. Rico boydan beri Frank ataka otdi, ammo kuchi yetmayapti. Bankasi kamni yo'qotdi. Davay, chiqinglar. Voy, Rico'ning gipri ham to'liq tegmadi. Frank hech kim ataka qilmayapti, bitta Rico ataka qilib yotibdi. Frankka tashlashlari hammasi ma'qulroq bo'lardi deb o'ylayman. Xo'sh, o'ldirardi. Nima qilmoqchi bular, a? Dag aniq yuta olmasa kerak. Frankka tashlash kerak. Stu nima Frankka tashlamayapti? Frankka tashlash kerak. Voy. Prosta Stu bilan Dag demiyasiz ishlamadi. Stu Frankka otib tursa, keyin Frank men bu Stu bilan ovora bo'lsa, keyin borib Dag o'ldirarsa bo'lardi. Xo'sh, ikkinchi karta uchun qaysi karta? Xo'sh. Yangicha kartalarda ham o'ynab ko'ramiz endi bugun. Yangicha kartalarda, juda ham yangicha. Prosta bomba kartalarda. Oy, men karta juda ham katta ekan, bo'lmaydi. Xo'sh, normalniy bo'lish kerak karta, normalniy. Ammo qanaqa karta ekan? Xo'sh, shu yangi kartada ham o'ynab ko'ramiz. Yangicha karta, u karta ochiqroq karta ekan. Ochiq karta uchun Colt olamiz, Colt yaxshi variant deb o'ylayman. Xo'sh, imенно bu karta uchun Colt juda ham zo'r variant. Bo'lmasa Go jigarlar bosamiz. Xo'sh, mana ikkinchi partiyani ham boshlab oldik. Xo'sh, qanaqa partiyaligini umuman bilmayman. Birinchi marta o'ynab ko'rishim bu partiyani. Poyezd o'tkazib yuboramiz. Bankani olamiz. Voy, bu ataka qotdi. Voy, poyezd urib ketmasin. Poyezd urib ketmasligi kerak asosiysi. Xo'sh, bir kishi o'lib ketdi. Kim bor bu yoqda? Voy. Voy, yaxshi. Voy. Ha? Voy. Poyezd urib ketdi.
Bo'lmabdi bu karta. Ey, unchalik tushunmagandim-da bu kartaga. Poyez просто tak urib ketdi. Endi qochotgandim poyezddan. Urib ketdi. 3 ta banka bor tepada, hech kim ko'rmayapti. Hech kim ko'rmayapti. Edgar men bu yoqdan o'tayotganda ko'rsa bo'lardi. Men ko'rmadi bilmayman. Edgar o'lib ketdi. Yasin Gamer pastda Spike ga qarshi, o'rtada Bull, men bu yoqda Gale, Frank bor. Bum, xato qildi Frank. Frank xato qildi. Ultasi xato ketdi, ultasi. Mana shu Bull yutsa kerak bu partiya. Voy. Bibini o'yinchoq qilishdi-yu. Bibi o'yinchoq bo'lib ketdi-yu o'rtada. Xo'sh, oy. Variant lekin Gale bilan poyez yo'liga tarvorish. Ketdi Gale'ga. Oy. Aha. Bull bilan Yasin Gamer. Bullda ultasi yo'q, Bibi yutishi mumkin. Bibida shans bor, Bullda ulta yo'q. Bibida shans ko'proq. Ters. Bibi yutdi, Bibida 1 ochko, keyin CMP Quadroberda 1 ochko. Xo'sh. Endi esa qaysi partiyada o'ynaymiz? Qaysi kartada deganim? Xo'sh. Mana bu kartada o'ynaymizmi? Go, mana shu kartada o'ynaymiz. Bo'lmasa, men endi baysni o'zgartiraman. Bu bays bo'lmabdi, umuman yoqmadi menga. Lili olaman, Lili. Go, Lili o'ynaymiz. 1 2 3. Xo'sh, 3-partiyani ham boshlayapmiz. Xo'sh, 3-partiyada qaysi bays olgandim? Lili olgandim. Lili baysida yutishga harakat qilib ko'raman. Shu paytgacha hali biron marta yutmadim. Shu partiya yutamiz endi. Qani ko'rasizlar. Xo'sh, bankani olamiz. Bankani olib, shu yerdan sakraymiz va Lilini oldiga tushamiz. Xo'sh. Bekinamiz. Xo'sh, olamiz. Xo'sh. Chota Nito bu yoqda turish, Chota Nito. Rocker. Hech kim ko'rmadimi? Nice. Temayapti. Yaxshi. Yaxshi. Mashta turamiz. Gadjet bo'lish kerak tezroq bizga. Gazga boramizmi, gazga? Yasin Gamer ketdi o'rtaga. Mana shu burchakda turaman, burchakda. Jimgina mana shu Krisani yoqib turamiz. Xo'sh, Spike o'qda emasmi? O'qda emasligi kerak Spike. Spike o'qda emasligi kerak. Shu yoqqa qochamiz. Yaxshi, Spike o'ldirib olishdi. O'zim ham o'ldirib olsam bo'lardi, no. Davay, mana shu Lilidan gipri yig'aman. Yig'ishga qo'ymadi. Lili kelib qolmasin menga yana. Oy, o'rtada turish xavfli. Mashta turamiz. Million ketibdi bu yoqdan. Yaxshilikka bu, yaxshilikka. Necha kishi qoldi? Voy, ultam xato ketdi. Voy, o'ldirib yuborishdi. Voy, Lili yutib ketdi. Voy. Xato ishlatordim. Ultam to'g'ri borgandan Lilini o'ldirib yuborardim keyin. Ay, mayli. Nicho. Ular ham yutish kerak axir. Men yutib nima qilaman o'zi? O'zimdan banka bo'lib berishim kerak. Prosta interesga o'ynayman. Xo'sh, bratimiz yutdilar. Yana 3 partiya o'ynaymiz. Hozircha ketma-ketlikda har xil odam yutib kelyapti. 6 ta partiya o'ynaymiz. 6 ta partiyada ham 6 xil odam yutsa, keyin yana bir partiya qo'shimchasiga o'ynaymiz, mayli. Go, hamma bossin. Ey, yo, aytgancha. Ana, nima deysizmi? Kartani o'zgartirmadim, kartani. Karta o'zimizning legendarniy kartani qo'ysammikin? Yo'q, u kartani oxiriga qo'yish kerak. Go, mana bu kartada. Men, конечно, bu kartaga kimni olaman? Janet olaman. Xo'sh, hamma pasipalarni to'g'ri oldik, bosdik, go.
Xo'sh jigarlar, men o'lib ketib qolman, video olmay qolman. To'g'rirog'i video bosilmay qolibdi. Xo'sh, endi kuzatamiz, nima qilamiz endi? Shu paytga yutish niyatim bor edi. Yutmoqchi edim. Endi kuzatishdan boshqa iloji yo'q. Xo'sh, Navi'ning 6 ta bankasi bor. Shay suvda. Suv hujum qildi Derilga. Tepada, oy, tepada jang botdi. Max darsh hujum qilish kerak. Max nima bormadi? Va endi foydasi yo'q. O'sha pet borish kerak edi. Qochishga qo'ymaslik kerak. Xo'sh. Menimcha endi Derilani qilsa kerak. Yoki Lili giper bilan nimadir qilmasa. Xo'sh. Men bu danlik otadiganlar Liliga ataka qilishlari kerak. Yaxshi. Xo'sh, Max. Bu yerda Deril o'ldirdi Lilini, bo'ldi. Deril yutadi 100%. Ketdi. Ustidan comeback check ko'ramizmi? Xo'sh. Bekor ultasini ishlatardi ustu. Xo'sh, ustu yutib ketishi mumkin, lekin 0.001%. Xo'sh. Davay ustu. Davay. Yo'q, Deril qo'ymadi. Navi bratimizda ham 1 ochko. Xo'sh. 4 ta ketma-ket o'ynadikmi? Ha, xo'sh. Qaraymiz. Bu yerda Navi yutmagan, Navi bratimizda ham 1 ochko. 4 ta ketma-ket o'ynagan bo'lsa, 4 xil odam yutadi. Xo'sh. Bu yaxshi emas. Endi esa qaysi karta? Mana karta o'ynaymiz. Bu kartaga ham Janet olaman. Hozir Janet o'ynay olmay qoldim, afsuski. Xo'sh, endi esa go jigarlar bosamiz. Xo'sh, jigarlar, 5-partiyani ham boshlayapmiz. 5-partiyada ketadi deb o'ylaysizlar. Shu paytgacha 4 ta ketma-ket debman. 4 xil brat yutib keldi. O'sha bratlardan qaysidir biri yutsa, avtomatik prizda olib ketishi mumkin yoki qoch. Ay. Nimaga bank oldim men. Mayli. Nimaga qolishga harakat qildim men? Kardil bitta karta yo'qdi. Gachdan sakrab ketaman deb o'yladim, sakrab olmadim. Ketdi. O'ldirib yuborishsa kerak. Voy, bel ataka otdi. Voy, o'lib ketdimi? Men bu yerda bot ponni yuribdi. O'zi bankka bu o'ynashim kerak dedim-ku. Shuning uchun o'lib ketganim yaxshi, ularga yaxshi. Yutsam menga yaxshi. Xo'sh. Bu yerda Swayze Trashterni qo'llatdi. Klon. Xo'sh, ketdi bel menimcha. Bel ketdi. Menimcha bu partiyani Kardil soldi. Mana shu Kardil o'ynayotgan bratimiz boya bir partiya yutgandilar. Yutib olib ketishlari mumkin. Qattiq harakat qilsalar. Xo'sh, olib kirib ketdilar. Grift oldan chiqsalar, Grift ultasi bor. Ham bu yoqqa ketdilar. Xo'sh. Hamma har tarafda 5 kishi qolgan. Ustunlik Kardilusda, Griftda, Studa. Yaxshi. Griftda ustunlik yo'qolishi mumkin. Yo'q, Griftga ataka qilishyapti bo'ldi. Grift o'ldi. Grift o'ladi. Bankasini kim oladi? Xo'sh, Karol. Karol ham ketdi menimcha. Hamma Karolga tashladi. Ketdi Karol. Karol ketdi. 100%. Xo'sh, kim desam? Kardil yutadi. 0.2% tu, 0.1% Phoenix. Xo'sh, ulta xato ketdi. Yutishi mumkin Phoenix yutishi mumkin. Phoenix, voy. Prosta Phoenix, ikkita bankali Phoenixdan comeback. Comeback'da ham yomoni bo'ldi-yu, voy. Prosta bomba. Levi 34 biron marta yutganmikanlar? Levi 34. Biron marta yutmagan ekanlar. 5 xil odam yutdi. Mana hozir men shu oxirgi partiyada misol uchun yoki Levi 34 yoki Navi yoki nima Win4 yoki Yasin Gamer yoki CMF Quadrober yutsalar, shular 5 alasidan qaysidir biri yutsa, yutib olib ketadi jigarlar.
Xo'sh, YouTube'ga nima tashlab berishni hali ham bilmayman. 30 ga tashlab berishim mumkin. Obunachi bilan kelishib, xo'sh, uni o'zimiz kelishib olamiz. Bo'lmasa, oxirgi partiya bo'lsa hal qiluvchi raund. Agar bu partiyada boshqa odam yutib qolsa, yana bir partiya o'ynaymiz. Juda ham o'yin qizg'in ketmoqda. Xo'sh, endi kartani yangilaymiz. Qaysi kartada o'ynaymiz? O'zimizning legendarniy karta, oxirgi karta o'zimizning legendarniy kartada o'ynaymiz. Men bu kartaga Hank olarmidim. Yo'q, Meeple olaman, Meeple. Meeple'da maskin ochib katta yomonam. Mayli, boshqa safar ochamiz. Xo'sh, Meeple gaslarini to'g'ri olamiz. Bo'lmasa go. Xo'sh, yalla oxirgi partiyani ham mana boshlab oldik. Xo'sh. Qo'ydim Shellini vaqtinchaga. Banka tervonimcha. Shelli yo'qmi bu yerda? Hank. Kit. Hank iltimos menga emas. Menga tashlamanglar, birodarlar. Bankani olish kerak. Birodar, teginmang, banka olib olay. Tashlamang menga axir. Bankamni oldim. Hank ataka qotdi, Kit bu yoqda. O'rtadan chiqish variant. O'ldirdim. Xo'sh. Bitta qismni egallash kerak, bitta. Bankani olamiz. Yaxshi, banka bo'yicha ustunligimiz bor. Normalniy ustunligimiz bor. Xo'sh. Spike. Ulta xato otdi, o'zi ham bildi menimcha. Miko. Xo'sh. Voy. Juda ham ataka qildi menga. Kimida Levi Woodstore. Xo'sh. Tima hitdilar, voy. Yo'q, to'xtanglar, jigarlar, to'xtanglar. Miko olishganmi? Miko olish umuman mumkin emas edi. Miko olish mumkin emas edi. Shuning uchun Tima bilan kick qilamiz-da. Boshqatdan shu partiyani o'ynaymiz. Men Meeple'da o'ynayman, Meeple'da o'ynayman. Timani kick qilamiz, yopamiz va boshqatdan o'ynaymiz. Qani, go. Teleport bo'ladi hozir. Final kartada mana hozir 6 kishidan qaysi biri yutsa, nimadirda yutuqni olib ketadi. Xo'sh, bu yerda hech kim yo'qmikan? Tinchgina bankani olarmikan mana? Hech kim chiqib qolmasmikan degan savol meni qiynayapti. Hech kim yo'q. Tinchgina bankani olamiz. 3 ta banka yo'q joydan yaxshi. O'lka otdi. O'lka hayda olamiz. Qaytib kelmaydigan qilib. O'lka hayda ordik. Xo'sh. Bekor otdimi, vahli otib qo'ydimi? Xo'sh. Pul oladimi? Voy, pul o'ldirib. Yaxshi. Ulta xato qo'ydi, qadi trash. Ulta xato qo'ydi Meeple, voy. Bekor bordim-da o'sha bankaga. Pul borishini bilib turib bordim-a. Pul borishini bilib turgandim-a. Mayli. Kodi killer hali yutmagan, biron marta ham. Lekin 9 ta bankasi bor, yutmoqchi. Yana bir partiya o'ynashimizga to'g'ri keladimi deyman-a. Xo'sh. Meeple borligini bilmayaptimi men bu ichida. Spy har doim kerak, Spy qolgan Levi Woodstore. Xo'sh, kod killer. Kimga borarkan? Ket bildi Meeple shu yodaligini. Meeple o'ladi zonada. Xo'sh. Yoki volt yutishi ham mumkin, lekin agar ulta yig'sa, yutish ehtimoli bo'ladi. Chiqib ozmoz, juda ko'p emas, lekin ozmoz bo'ladi. Xo'sh, Spike tashlash kerak. Spike voltga tashamayapti. Davay, giper yoqib. Oy. Spike yutib kelish ehtimoli bor. Giper bomba Spike ham. Voy, ulta hatto tashladi bo'ldi. Kodi killer yutdi, kodi killer.
Yana bir partiya o'ynar ekanmiz, endi nima ham deymiz jigarlar. Ko'tkilar biron marta yutmaganmidi? Tekshirib chiqamiz. Yo'q, biron marta yutmaganlar. Yana bir marta shu kartada o'ynaymiz. Xo'sh, endi bu safar boshqa birovlarda o'ynaymiz. Qaysi birovlarda? Bankani tezroq oladigan birovlarda o'ynash kerak. Shu jon qaysi birovlarda olsam ekan, bankani tezroq olish kerak. Frankda o'ynasammi? Frankda o'ynasam counter qilib tashlashadi. Frank unchalik yemaydi. Cardilus o'ynasammi? Cardilus. Go'mi Cardilus? Cardilus go'mi bo'ldi. Cardilus o'ynaymiz. Cardilus oxirgi fikrim shu, biron marta yutmadim qo'yinglar. Go jigarlar, oxirgi final karta, finalning ham finali, grand finalning ham final kartasi. Go. Endi qaranglar. Levi 34 da bir bal bor, Kodkillarda bor, Xida Swissida bor, Winford da bor, Yasin Gamerda bor, Navida bir bal bor. Bitta men bilan Xida Trash Tayerda yo'q. Shu ikkalamizda yo'q. Qolgan men bu 4 5 6 7 kishining ichidan bir kishi yutsa bo'ldi. Prosta bomba bo'ladi. Xo'sh. Endi olgan birovlarimga ana o'shanchim komil, ammo men yonimda bitgan banka yo'q, bittagina banka bor. Yana bir kishi Cardilus olibdi, o'sha birat bilan boydan beri bir xil pik olamiz, adashmasam. Xo'sh, bankani olamiz birinchi ochratda. Internet sal qototdi. Xo'sh. Tashlash kerak emas, senki. Xo'sh, senki tashlash kerak emas-a? Tashamay ortiqcha. Senki tashamayman. Edgar, tim bo'lmayman. Edgar bilan tim bo'lmang, birodarlar. Navi yutadimi deymanda, chota Hank chotki pik bo'ldi-yu. Naviga. Navicha Hank menimcha chotki pik bo'ldi. Bu yerda Edgar. Xo'sh, Navini olib kirib ketib, o'y. Emiz o'ldirardi. Voy. Emizda o'ldirardim. Voy, Edgar bor. Bildim. Edgar borligini bildim. Edgarda qo'liymiz. Oxirgacha dalshi bekor olib kirib ketibman. Edgarda bekor olib kirib ketibman. Ham bu yerda ham Cardilus bor. Xo'sh, pul Cardilus. Boyagi ikkita bankamni bekor chopdi-da. Bulmanga kelmasa bo'ldi endi chiqib. Bulmanga kelmasa bo'ldi. Iltimos. Xo'sh, Edgar menga sakrab kelsa ham o'laman. Katta ehtimol bilan. Gadjet yoqib turamiz. Cardilus olib kirib ketdi, bo'ldi oldimdan chiqib qolish mumkin. Aytdim-o. Deydi-yu. Pul chiqmasin-da oldimdan. Qani yana bizani bir kishimiz. Voy, kim yutdi? Yasin Gamer ikkita shapaloq urib yetib ketdilar. Voy. Prosta bomba, prosta qo'yilman jigarlar. Yasin Gamer. Qani yana bir marta yutgandilar menimcha pastda. Mana yana bir marta yutganlar BBda. Prosta Yasin Gamer ikkita shapaloq urdi. Oxirgi vaziyatda prosta tak yutib ketdilar. Xo'sh. Haqida Swissy va Winford bratimizga salgina omad yetishmadi. Endi nima ham deymiz jigarlar? Axir bu omad va stilga bog'liq. Yasin Gamer menga Telegramdan yozsalar yoki o'zim ham yozaman Telegramdan. Yozsalar 30 game yoki qanaqadir biron bir sovg'a berishga harakat qilaman. Sizlarga videorolik yoqqan bo'lsa, kommentga o'z fikringizni qoldirib, videorolikka like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham zo'r paddeshka qilgan bo'lasizlar. Xohlasanglar Telegram kanaliga ham qo'shilib qo'yinglar. Telegram kanalimdan bemalol mendan donat qilsanglar ham bo'ladi. Bemalol o'zim akkauntingizga kirib olib beraman. Brawl Pass Plus game, har xil magazindagi aksiyalar, Supercell Story'dagi aksiyalar bemalol murojaat qilaverasizlar jigarlar. Bo'lmasa jigarlar, sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.